Assalomu alaykum, Sura Bazani azobinishlari. Bizga juda ham ko'pchilik akalarimiz savol beryapti. Bazalt wool haqida to'liqroq video chiqaringlar deyapti. Xo'p, bugungi videomiz shu faqat bazalt wool haqida bo'ladi. Qayerlarga ishlatilinishi, razmeri, narxlari. Xo'p, unda videomizni boshlaymiz. Bir dona pachkasini ko'rib turishinglar mumkin. Bitta listi bu yog'iga 1.20, bu yog'iga 60. Bitta listi 0.72 kvadrat bo'ladi. Hozir bu qo'limdagisi 40 plotnosligi, razmeri, qalinligi hammasiniki standart 5 sm bo'ladi. Ko'rib turishinglar mumkin. Har doimda aytganimdek, farqi plotnosida mana. Ezganinglarda ancha zichligi yumshoq, buniki qiri. Bu yerda hozir 100 plotnoslikni ham ko'rsatib o'tamiz. Qanchalik mustahkamligini bilsanglar bo'laveradi. Mana bu 100 plotnosligi farqini ko'ryapsiz. Ezilmayapti dashi. Farqini sezib olishinglar mumkin. Xo'p, asosiy farqi qayerlarga ishlatilinishda farqlanadi. Ya'ni 40, 50, 80 plotnosliklar uyda ichiga ishlatilinadigan bo'lsa, 100, 120, 140 plotnosliklar uyda tashqi fasadiga ishlatilinadi. Va buni asosiy afzalliklari uylarda ichki fasadiga ishlatadigan bo'lsangiz, hech qanaqa kemiruvchilashi, sichqon, bir balolar kirmaydi. Tashqi fasadidan qiladigan bo'lsangiz, shumka qiladi, shum izolyatsiya, elektr energiyalarni eng asosiysi 70% gacha tejab beradi hamda zavod tomonidan 50 yil garantiya berilgan. Ko'rib turishinglar mumkin. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyada qoldiraverasizlar. Eng asosiy joyi narxlari. Eng arzoni bizning bazamizda 40 plotnosdan boshlanadi. 40, 50, 80, 100, 120, 140 plotnosliklari bor. Narxi 1 kvadrati xudo xohlasa 28 ming so'mdan boshlanadi. Mana shu 40 plotnosligi 50, 80, 100, 120, 140 plotnosga chiqqan sari narx ko'tarilaveradi. Hop, savollaringiz bo'lsa bemalol kommentariyada yozsanglar bo'laveradi. Afzalliklarini aytdim, razmerlari 1.20 ga 60, bitta listi 0.72 kvadrat. Hop, mana shu pachkasida 576 kvadrat bo'ladi. Bitta pachkasida. Manzilimiz Andijon shahar Soy eski Mayzavod ichida. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Quruvchi, sotuvchi akalarimiz bo'lsa, bemalol hamkorlikda ham ishlaymiz. Bundan ham arzon narxlarda qilib beramiz. Keyin buni qanday ishlatilinishini ham aytib o'tib ketaman. Xo'p, mana shu bitta listini olasizlar, devoringlarga kafilklik surtasizlar. Undan keyin buni yopishtirib turib, o'zini dubl mixi bo'ladi. Dubl mixi bilan qoqilinadi, bo'ldi. Bitta listiga 4 ta, 6 ta dubl mix ketadi. Narxi 700 so'mdan boshlanadi bitta dubl mixda. Uni ham temirligi, plastmassaligi bo'ladi. Shunga qarab narxi ko'tarilishi mumkin. Manzilimiz Andijon shahar Soy eski Mayzavod ichida. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun yoki savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirsanglar bo'laveradi. Nomerlarimiz pastda qoldiramiz. Bemalol Sura Baz nomeriga murojaat qilaverasiz.